Tak. Tarqatma materialga kiramizda mana bunday variantimizni olamiz. Tak, shu variantni keyin hozir ko'ndalang turibdi, biz burib olaylik buni. İşte o'zimizga qulay bo'lsin, chizmadagi formatga joylashtirish uchun. Ctrl C. Bu yoqqa buramizda Ctrl V. Okey. Ko'rdingiz-a mana? O, da konsa tushmadi-ku. Mana bu yerda kichik ekan-da hozir. Bu yoqqa sig'dirib olaylik. Ctrl C. Delete, Ctrl V. Mana qarang. Tak. Birinchi navbatda buni o'lchab olaylik. Mana. Gabarit o'lchami bizlarni qiziqtiradi. 380 deyaptimi? Mana. Olamizda ana shu yerdan to mana bu yergacha bo'lgan qismini o'lchaymiz. Chunki biz buni masshtabini birga tushirishimiz kerak-da, o'zimizga qulay bo'lgan variantga. Mana hozir bu 105.58 necha. Agar buni hozir nimasini oshirsangiz, bundan ham katta bo'lib ketadi. 58 dan tashqari yana 4 ta 5 ta yana raqamlari bor davomida. Shunday qiymatga, koeffitsiyentga buni ko'paytirishimiz kerakki, natijada mana bu 105.58 va hokazo sonlarni o'rniga bizaga rovna 380 ni o'zi bo'lsin. Ya'ni birga bir masshtabga mana bu chizmamizni kattalashtirishimiz kerak bo'ladi yoki kichraytirishimiz kerak bo'ladi. Qayni nimasiga qarab turib, ha? Tak, 380 ni bo'lishimiz kerak 105.58 ga, to'g'rimi? Nechaga o'tashimiz kerak? Pashti deyarli 3 barobar bo'lyapti-da. Demak, men olaman mana kalkulyatorga. Qarang. 380 ni kiritaman, bo'lish. Endi qancha qiymat ekanligini bilmayman-da. Расстояние между двумя точками. Ikkita nuqta orasidagi masofa. Mana buni uchidan olishim mumkin yoki keling mana buni uchidan ham. Mana bu qizil. Shundan to mana bungacha bo'lgan masofa. Qani u ikkinchi qizilimiz? Mana. Mana kalkulyatorda bizga kiritdi. 105.59 459 ekan. Xato oldikmi deymanda? Hozir qaytib olaylik. Ha, bittasi pastdan, bittasi tepadan ketdi. Lutchi men odatda o'zi ana bu yerdan olaman. Strelkani uchidan, mana. Ikkinchi strelkani uchigacha. Ana endi to'g'ri chiqdi. 105.57 72 16. Demak, taxminan aylantirib 58 deb ko'rsatyapti ekanda. Tak, bo'ldi. Mana endi bu yerdan tenglikni bosamiz, kalkulyatorning ustida enter bossangiz agar sizga mana ko'paytirish koeffitsiyentini chiqarib beryapti. Ana shunga ko'paytirish kerak mana bu chizmani hammasini. Mana to'liq chizmani o'lchami bilan birga olgan qizil o'lchami bilan hammasini tak masshtablashtirishimiz kerak. Mana masshtab buyrug'i ekranda turibdi, bosdim. Ixtiyoriy bitta uchidan bosaman, mana shu uchiga nisbatan kattalashtirib boradi. Endi mana bu yoqqa kelaman. Mana bu narsani ставить значение в командную строку. Pastda buyruqlar komandasi bor, mana bu yoqqa qo'yish kerak. Chap tomonda ko'rsatyapti, o'zi pastda mishka bilan ko'rsatsam agar mana bu yerga tushirish kerak. O'sha narsani mana bu bizaga tushirib beradi. Mana ko'rdingizmi, pastga tushdi. Mana nima panellarning ustidan yurib boring. Ekranning ustidan emas, mana borib, mana bu yerga tushiraman-da, sichqonchani qo'yaman endi bu yoqqa. Demak, mana shu koeffitsiyentni qabul qiladi, masshtablashtirish koeffitsiyenti sifatida interni bosaman. Shu yoqqa qo'ygandan keyin mana sichqoncha bu yerda qo'yildi. Qani? Qo'yildimi? Enter. Qani endi tekshiramiz. Ko'ryapsizmi? Mana 380 ga teng bo'ldi. Bo'ldi. Mana endi kalkulyator bizga kerak emas. Tak, qizil bilan chizishni boshlaysiz. O'zingizning nimangizda? Kompyuteringizda. Mana shu yerdan ushlaymanda. Mana shuni ixtiyoriy uzunlikda bo'lsin hozircha. Mana shu holatda chizamiz. Ko'ryapsizmi? Chizmangizni. Birinchi detali. Keling mana qalinligini 0.70 ga qo'yaman. Shto bu ko'rinib tursin ha ekranda. Chizib olaman. Shu yerdan boshlab vertikaliga shu yergacha keladi. Bu yergacha keladi. Mana bu qism bu yergacha. Tak, bu yoqdan keyin rezba ketadi ham bizda. Bu qism bu yog'i
Bu buyog'i, bu yoqqa va shu yergacha. Bu yerda mana ingichka qiladigan joylaringizni chizib olasiz. 0.25. Bu buyog'iga qarab ketadi. Endi qayergacha boradi? Buyog'i turadi. 0.25. U yog'iga ishimiz yo'q. Hozir mana shu qopqoq qismini chizganimizni. Mana bu rezbasi bilan olaylik. Mana zerkala qilasiz. Ko'ryapsizmi? Oyna. Akslantiramiz. Mana bu chizgan qizil chizig'imiz bo'yicha. Rovna gorizontal qilib bo'lsa agar o'q chizig'ini enter. Mana pastki qismida chizildi. Tak. Rovna simmetrik qilib chiziladi. Ya'ni yuqorisi qancha masofa bo'lsa, pasti ham xuddi shuncha bo'lishi kerak. Garchi chizmangiz qiyshiq bo'lsa ham ishingiz bo'lmasin. Biz hozir yig'ish chizmasini nima deydi? Восстановление deyapti-ku. Endi rasmga qarab, chalimaq bo'lgan rasmga qarab biz tiklayapmiz haqiqiy hujjatni. Qaytadan tiklab chiqyapmiz chizib. Keyingi qismi. Endi mana bu bilan chizsangiz ham bo'ladi. Odatda eng qulayi mana bu poliliniya bilan chizish. Mana farqini aytaman. Ekranda bo'sh joyda mana qarang 1 2 3 4 5 6 mana ixtiyoriy chiziq chizdim. Har bittasi alohida chiziq bo'lib hisoblanyapti bularni. Agar xuddi shu narsani poliliniya bilan chizsangiz, yaxlit bitta butun obyekt hisoblanadi. Mana bo'lsangiz agar bir martaga tanlaydi. Buni bunday tanlash qulay bizga. Chey mana bularga bitta tanlagandan ko'ra. Tak, xuddi shunday poliliniyani olamiz. Mana bu yerdan qolgan qismini chizaman. Bu yergacha, mana bu yergacha, bu yoqgacha keldi. Bu yog'i. O'rgansangiz ertaga luboy ishlab chiqarishga bo'lgan paytingizda qiyin emas. Ko'rsatadi, ana shu chizmani chizish kerak ukajon deydi. Bemalol chizib bilasiz. Mana bu detalni hozir to'liq chizib olishga harakat qilyapman. Bitta detal chizishga harakat qiling. To'g'ri kelgan joyiga chizib ketmang. Ya'ni ana bu tomonlarga o'tib ketish kerak emas. Hozir mana bu yergacha kelamiz. Bu yoqgacha. Mana ko'ryapsiz, mana bu detal. Polni mana chizib oldim. Xuddi shu narsani zerkala qilaman. Mana oyna. Pastga enter. Ko'rdingizmi? Mana shunday tartibda to'liq hamma joyini chizib olasiz detalingizni. Mana bu yig'ish chizmasi. Bo'lgandan keyin mana bunday olasizda delete deysiz. Sizga faqat proyektingizni o'zi qoladi. Chizmangizni o'zi qoladi. Ichida qirqim berishni bilasiz уже. To'g'rimi? Mana shtrixovka. Tak, standartniy emas izliniy. Tak, burchagi 45 misol uchun, oraliqdagi interval mana 3 mi, 4 mi, 5 mi berib ko'ramiz. Добавить точку deymiz. Mana buning ichiga bu yog'iga ham misol uchun enter. Okey. Faqat mana bu kishi ingichka bo'ladilar. 0.25. Mana shu holatda polni o'zingizni yig'ish chizmangizni chizib chiqasiz. Menimcha qiyin emas. Tamam. Ana shunday qilib buni berasiz. Keyin detalirovkasi ketadi. Hech bo'lmasa ikkitagina mana bu hozir spline bilan chizmadim-da, mana buni olsa agar bo'ladi. Mana bu bilan ikkalasi, ha? Mana bu qismi, bu yog'i, mana bu yog'i. Tak, rezbasi bilan birga. Kopirovat. Mana buni olib chiqasiz-ku, detalirovka qilasiz. Повернуть. Mana endi detalirovka qilgan paytingizda bu ham bunday bo'ladi o'zi mana. Tak, yarmisi buni. O'q chizig'ini chizaylik. 0.25. Nuqa endi o'q chizig'ini tanlash kerak bo'ladi u yoqdan. Bo'ldi. Tak, bu yog'i ko'rinish. Voy. Tak. Buni olamiz. Endi titib tashlaymiz. Mana bu kerak emas ichi. Tak, rezba tashqaridami? Tashqarida. Bu yog'i ham kerak emas. Bundan bu yog'ini kesib tashlaymiz. Tak, bo'ldi. Udlenit, uzaytiramiz. Mana hozir bizaga ko'rinish paydo bo'ladi. Chap tomondan ko'rinishi buni.
faskasi ana bu yerda. Bu yoqda ham faskasi bor. Tashqi ko'rinishi detal mana bunaqa. İçi esa mana endi 40 bersa agar mana bu detali ustoga yetib berib yasatish mumkin bo'ladi. Faqat bu yerda o'sha siz o'lchamlarni qo'yib chiqasiz. Bu yerdan bu yergacha mana shuncha o'lcham, undan keyingi o'lchami. Mana bu, keyin bu yog'i, misol uchun mana bu qismi. Mana berib borasiz oxirigacha. Endi albatta ana bu yerda mana bunday sig'mayotgan o'lchamlarni ayrimlarini chiqarasiz. Ha. No, agar standart GOSTga o'tgan, o'zi 2007 ga ishlayapman. GOSTlari nastroyka qilinmagan, mana bu shriftlarni nastroyka qilish kerak bo'ladi-da. Tushundingizmi? Mana bu detalirovkasi bo'ladi. Oddiy detalni tanlaysiz, tanlab bilmasangiz ayting. Kelib birga tanlaymiz. Lekin u uchun yig'ish chizmasini to'liq qilish kerak mana buni. Bitta ana bu qismini oldim-da, detalirovka uchun. Bu yog'ini olsangiz agar bu yog'i отдельно bo'ladi. Bu ham bitta detal bo'ladi. Chizilgandan keyin to'liq qismini olaylikmi yo to'liq? Qaysi qismini olsangiz, u sizning ixtiyoringiz. Hozir o'sha chizmadan bir qismini olib chizishingiz kerak. Yo hammasini. Yo'q, detalirovkasini. Lekin yig'ish chizmasi to'liq hammasini chizasiz. Polni bor edi-ku. Tasvir o'shani hammasini chizib chiqasiz. Polностью. Keyin buni asosiy yozuvga formatga joylashtirish kerak. Formatingiz A2 format bo'ladi. Ya'ni A3dan 2 marta katta bo'lgan format. O'sha yarmisiga mana bu yig'ish chizmasi, qolgan yarmisiga 4 ta detali bo'lish kerak buni. Tugatilgan variantini ko'rsataman. Oldingi nimalardan bajarilgan variantlardan. Hozir net deb buni o'chiramiz. Bu ham kerak emas. Saqlaning. Yo, ana ustida ko'rsataman, qanday ko'rinishini. Mana любой bitta olamiz variantni. Chizilgan chizmasini. Sizdan oldingi kurslar, demak, bajarib bitirib ketgan. Endi ochishi qiyin, chunki bu yerda hamma chizmalari bor. To'liq bir semestrda bajargan ishlarni hammasi shu yerda. Shuning uchun ochilishi ozgina qiyinroq. Tak, mana yig'ish chizmasi. Mana bu format A2 hisoblanadi. Mana bu yergacha bo'lgan qismi mana to'liq, mana bu chegarasi bilan chap tomonidan mana shu yerdan shu yergacha-da. Ana shu yerda chizilgan mana yig'ish chizmasi. Ko'ryapsizmi? Mana to'liq chizib chiqilgan. Bu yerda xatosi mana bu. Mana bu narsani ingichka qilish kerak edi. Mana 0,25 ko'ryapsizmi? Mana bu holatda bo'lish kerak edi. Hammasini GOS bilan vid A, vid B hammasi qo'yilgan. Qirqimlari mana bajarilgan. Silliq baravon qilib chizilgan. GG qirqimlari. Mana bu yerda spetsifikatsiyasi va pastda asosiy yozuvi. Mana bu yerda ana shu yig'ish chizmasidan ixtiyoriy 4 ta detalni olib chizgan. Mana agar ko'rsangiz nomi klapan. Qidiramiz mana bu yerdan klapan qaysi? 4-inchisi. 4 ni topamiz ro'yxatdan. Mana 4. Mana ko'rsatyapti o'zi. Tushunyapsizmi mana? Ana shu qismi mana bunday aylanib borsa agar mana shu klapan ekan. Mana shu joyi. O'shani ish chizmasi mana bu. Mana chizgani. Keyingi detali ish chizmasi. Mana yarmi ko'rinish, yarmi qirqim bilan beryapti. Yana bitta detali olingan. Va yana 4-chi detali. Mana shu holatda bajarish kerak edi chizmani. Tak, demak topshiriqlaringizni, variantlaringizni telegramlaringizga tashlab beraman. Tushunarli.